qalbida qaynonasiga sabr qiling kelin, ichingizda qurtuz borman mappalar. kelinlar bor. Bizning uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ayda daqsi. Kim esmasiz ham? Negaki xafa Hozir mana. Chunki vaqtlar kelib endi massa qilib yashayman degan vaqtingizda tanaga ko'chib qoladi-da qalbdagi bu og'riqlar. Tushunaman, oilada kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Qaynonangizdan xafa bo'ldingizmi? G'azablandingizmi? Boring, yana biroz uyingizga kirib, ko'z yosh qilib yig'lab oling. Ko'nglingizni bo'shatib oling. Xohlasangiz o'tiraning, eding, lekin bu holatda uzoq qolib ketmang. O'zingizni qo'lga oling, shaytonga oshno bo'lib qolmang demoqchiman. Yana go'zal tabassum bilan oyijon deb munosabatingizni davom ettirib ketavering. Jonim qizim, siz hali juda ham yoshsiz, ammo oradan ko'z ochib yumgunizcha 20-25 yil o'tadi ketadi. Siz ham kelinli bo'lasiz va o'shanda qaynona holatini taningiz bilan sezasiz. Nega